Assalomu alaykum, hurmatli azizlar. Bugun mana al-vahdatu thaniya ikkinchi bobga o'tamiz. Bugungi bobimiz al-hayatul mihaniya, ya'ni mehnat hayoti, ish hayoti deb ataladi. Buni bu yerdagi savol javoblariga o'xshash joylarini biz Telegram kanaliga joylashtirishga qaror qildik. Sababi ko'p vaqt ketyapti. Buni montajlari bilan birgalikda ko'proq video qo'yishlik uchun asosan faqatgina o'qish qismini qo'yamiz. Qolgan qismlarini rasm holatda Telegram kanaliga qo'yamiz. Telegram kanalini izohlarga yozib qoldiramiz xudo xohlasa. Nisaun fi mihani rijaliya, ya'ni erkaklar mehnatlaridagi ayollar deb nomlanar ekan bugungisi. Hop, hunaka mihanun adidatun zallat wa liwaqtin tawilin hikran ala rijal. Lug'atlarini men ba'zida shunaqangi darsliklarda ko'rib qolaman. Lug'atlar alohida qilib chiqarib qo'yiladi, o'quvchilar yodlab borishadi. Men shuni tarafdori bo'lardimki, har bitta shaxs tushunmagan lug'atini o'zi qarasa, bu yaxshiroq bo'lar edi. Chunki sizni lug'at qidirayotgan vaqtingizda va lug'atingizni lug'at daftaringizga yozib qo'ygan vaqtingizda o'zida miyaga joylanib qolishligi ko'proq va samaraliroq bo'ladi. Bu yerda aytayapti, qarang. Shunday mehnatlar borki, uzoq vaqtlardan beri faqatgina erkaklarga tegishli bo'lib qolgan. Hikron degani xuddi monopoliya, ya'ni erkaklar tomonidan o'zlashtirib olingan mehnatlar bor demoqchi. Lakinna nisaun kasiratin dakhalna hadhihi al-mihal bi shaja'atin munqati'atin nazir. Lekin ushbu mehnatlarga mislsiz shijoat bilan kirgan ayollar bor. Faminhunna من أجبرتها الظروف على ممارسة هذه المهن وشبو مهنتك ularni kirishliklari uchun, ushbu mehnat bilan shug'ullanishliklari uchun sharoit majbur qilgan ayollar bor. Va minhunna man dafa'atha al-bitala va adam wujudi khayaratin ukhra ila zalik. Va yana ana shu ayollardan ba'zilarini ishsizlik va boshqa tanlov yo'qligi sababidan shunday, ya'ni erkaklar ishga kirgan ayollar bor. وهناك نساء أخريات دخلن هذه المهن حبا فيها. va yana shunday ayollar borki, ushbu mehnatlarga, ushbu kasblarga o'zlari yaxshi ko'rishganidan kirgan ayollar ham bor. Al-yawm qissatuna ma'a imra'atin va ummin lil atfal. Bugungi qissamiz, bugungi hikoyamiz bir ayol va bolalarning onasi haqida bo'ladi. وجدت نفسها أمام ظروف صعبة بعد مرض الزوج الشديد. ya'ni u o'zini erining qattiq kasal bo'lib qolgandan keyin qiyin bir vaziyatda topadi. Lidarajatin aq'adathu anil amal. ya'ni eri shu darajada kasal bo'ldiki, u kasallik erini ishdan olib qo'ydi, o'tkazib qo'ydi. Nazarat Ronim ila mahalli al-hidadati alladhi yamtalikuhu zawjuha va asobat hal hayratu. Qahramonimizning ismlari Ronim bo'lib, Ronim eri egalik qiladigan temirchilik ustaxonasiga qaradi va hayratlandi. Mallazi yumkinu fi'luhu li'i'alati al-usra. Ya'ni oilani ta'minlash, oilani boqishlik uchun nima qilish kerak? Imma an takhruja li bahthi an 'amalin fi al-qaryati as-saghira. yoki qishloq, kichkinagina qishloqda ish qidirish uchun chiqish kerak. Aw an tamudda yadaha li talabi al-musa'ada min al-aqarib. Yoki-da qarindosh urug'lardan yordam so'rashlik uchun qo'lini cho'zish kerak. Va ba'da tafkirin tawil, uzoq vaqt o'ylagandan keyin qarrarat Ronim an ta'mala fi mahalli zawjiha. Uzoq vaqt o'ylagandan keyin Ronim erining ishxonasida ishlashlikka qaror qildi. Fahamalat alata qassil hadid. Va temir kesadigan qaychini oldi. Allati takhsha minha an-nisa'u adatan. Ya'ni odatda unaqangi temir kesadigan qaychi yoki da bolgarkadan ko'plab ayollar qo'rqadigan apparatni oldi va bada'at tadarruba ala qassi lawhin hadidiyyin kabirin. Va katta bir temir listni kesishlikka mashq qila boshladi, ya'ni o'rgana boshladi. تعمل رنيم في ورشة الهدادة الملاصقة لبيتها منذ 4 سنوات. Endi Ronim uyining yonidagina bo'lgan temirchilik ustaxonasida 4 yildan beri ishlayapti. وعن سبب عملها في الورشة تقول رنيم.
va u yerda ishlashi haqida Ronimning o'zi shunday deydi. Al-hayatu ajbaratni ala zalik. Hayot meni bunga majburladi. Faqad marida zawji va wasala ila marhalatin la yastati'u fiha al-amal. Turmush o'rtog'im kasal bo'lib qoldi va ishlashlik imkoniyati bo'lmaydigan darajaga yetdi. وكان وضعنا المادي لا يسمح لنا بأن نستعين بعامل يساعد زوجي في ورشة الهدادة hilal مرضه. Bizning moddiy ahvolimiz erimga yordam berib turadigan bir ishchini olishlikka qurbi yetmas edi. Temirchilik istaxonasida yordam berishlik uchun uning kasallik paytida. Fakuntu aqifu ma'ahu. Men Ronim erimning yonida turardim. Usaiduhu va atihi ma yahtajuhu min al-hadid aw al-adawat. Ya'ni men unga yordam berardim va u temirdan yoki qandaydir bir asboblardan nimaga ehtiyoj sezsa o'shani olib berardim. ومع مرور الوقت حفظت أسماء الأنواع الحديد. Ya'ni vaqt o'tishi bilan temirning turlarining barcha ismlarini yodlab oldim. Va kulli shay'in yata'allaqu bil hidada. Va temirchilikka taalluqli bo'lgan har narsani yodladim. Va bada'tu al-amala bi yadi. Va o'z qo'lim bilan ishlashlikni boshladim. Inda shira'il mawaddil xom, ya'ni xom ashyolarni sotib olishlik paytida turafiqu Ronim zawjaha Amjad ila tujjaril jumla. Demak, turmush o'rtog'ining ismlari Amjad ekan. Bu yerda jumla so'zi bir talay ma'nosida keladi. Ya'ni o'zi bizda jumla deganda bir gapni tushunamiz-ku. Tujjarul jumla degani bir talay savdogarlar ma'nosida. Ya'ni xom ashyolar sotib olishlik paytida Ronim eri Amjadga bir talay savdogarlar bilan uchrashuvga erning oldida borardi. Va tufasiluhum fil as'ar. Va u ayol narx-navoni tortishardi. Hatta innaha asbahat tahsul ala as'arin afdala min allati kana yahsulu alayha zawjuha. Ya'ni eri oladigan narxlardan ham arzonroq narxga tortishib oladigan bo'ldi. وتقول بعض التجار يمازحون زوجي ويقولون له لا تحضر زوجتك معك المرة القادمة. Va ba'zi savdogarlar erimni ermak qilib shunday deyishardi. Qaytib ikkinchi marta xotiningni olib kelmagin deyishardi. Arzon olganidan. فهي تأخذ السعر الذي تريد. Ya'ni u narxni xohlaganiga olyapti deb turib aytishar edi. يقول أمجد عن موقف الناس من عمل زوجته. Endi turmush o'rtog'i Amjad ayolining ishi haqida, insonlarning to'xtami haqida shunday deydi. Irdo'un nas g'oyatul la tudrak. Ya'ni insonlarni rozi qilish imkonsiz bir narsa. Va min at-tabi'i an tusa'ida al-mar'atu zawjaha. Ya'ni har bir ayol o'z eriga yordam berishligi tabiiy narsa. Fa zawjati tuhibbu 'amalaha akthara min ayyi 'amalin akhar qad yarahu an-nasu munasiban lin-nisa. Ayolim o'z ishini shu darajada yaxshi ko'radiki, insonlar ayollarga munosib deb o'ylagan har qanday ishdan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi. Fahiya tasna'u an-nawafiz wal-abwaba wa turakkibuha fil manazil. U derazalar va eshiklarni yasaydi va uylarga eltib beradi. Fil bidayati kana al-amru ghariban 'ala an-nas. Ishning boshida ish insonlar uchun g'aroyib edi. خاصة أننا نعيش في قرية لها عادات وتقاليد معينة. Ayniqsa biz urf-odatlarga ega bo'lgan, tayinli bir urf-odatlarga ega bo'lgan kichkinagina qishloqda yashaymiz. والناس ليسوا معتادين على رؤية فتاة في ورشة هدادة. Ya'ni insonlar qiz bolani temirchilik ustaxonasida ko'rishga odatlanishmagan edi deb shu yerda hikoyamizni tugatamiz.